hürmet qilgan ustozini taklif qilganmiz. Xo'sh, men tövəndə ma'lumlarni tanıştırıb o'tay. Abdunum rayonluq madaniyat yurtidan ommaviy madaniyat tadqiqotchisi, davlatlik birinchi darajalik artist, kasb ham turmushda qo'sh muvaffaqiyat qozongan sevimli san'atkorimiz Xayrigul Hasan. Qarshi olamiz Xayrigulda. Şinjan Sudya advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi, pishqan tajribalik advokat Fatigul Abduqodir. Qarshi olamiz Fatigulda. Rayonimiz psixik maslahatchiligida ko'zga ko'ringan psixik maslahatchisi Ali Ma'lum. Qarshi olamiz Ali Ma'lum. Uch ma'lum biz bilan tang fikir almashtirdi. Yoshlar naq maydonda yo'liqqan qiyin masalalarga javob berdi. Xayriguldan o'z tajribalariga asosan turmushdagi savodlarni ko'pchilik so'zlab bersa, Fatiguldan qonun savodlarini naq maydonda ko'pchilikka tushuntirdi. Ali Ma'lum bo'lsa yoshlar navbatda yo'liqayotgan psixik masalalarga darhol javob berdi. Ma'lumlarning qimmatli vaqtini chiqarib programmamizga kelganiga rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, go'zal qizlarni sahnada kutib olamiz. Go'zal qizlarni sahnada kutib olamiz. Quyoshda qizlar. Programmamiz qo'yilib bir necha sondan keyin biz cho'nglardan uzluksiz yaxshi inkaslarni topshirib oldik. Yoshlarning programmamizga yuqori baho bergandan sirt, cho'nglar programmamizni ko'rgandan keyin yoshlarimizga haqiqatan yaxshi uchrashish fursati bo'pti. Eng muhimi biz bu programma orqali farzandlarimizni qaytadan tushungandek bo'lyapmiz degandek yaxshi inkaslarni berdik. Ko'rman do'stlarning programmamizga yaxshi baholarni berayotganiga ko'pdan ko'p tashakkur etamiz. Xo'sh, qizlar, bugun sizlarning hurmatinglar uchun kelgan birinchi mehmonni sahnaga taklif qilishdan burun biz uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Qanaqa deysizlar? Qani, marhamat. Yaxshimi do'stlar, mening ismim Yusuf, yil 35 yosh. Mijozim xushchaqchaq. Kasbim ko'z doktori. Mening bu sahnaga kelishga maqsadim bir oq ko'ngil, samimiy bir hamrohlik etish. Güzel qizlar, endi alqishlarimiz bilan sahnamizda Yusuf Hamidovni kutib olaylik. Qani Yusuf, marhamat. Ustozlarimiz salom qilibmiz. Ustozlarga salom. Sahnaga chiqibla bir-biridan chiroyli 8 qizni ko'rib, Yusuf salom qilishni unutib qoldi-ya. Kechikibroq salom qildi. To'g'ri tushunimiz. Yusuf, dadillik bilan bizning elchi programmamiz qatnashingizga sababli qilib baqsam bo'lamdi? Men shu mishadan bir yaxshi bir indeymiz. Güzel qizlardan birani. Agar menga ko'ngli tushsa, menga ko'ngli tushsa, olib ketmoqchi, shundaqmi? To'g'ri, shunday. Ishlaringiz utuqliq bo'lsin. Güzel qizlarningmi Yusufga diqqat nazarini ag'dirib, ko'ngillik paranglashishinglarni umid qilamiz. Yusuf, endi mishaga chiqqan o'g'illarning ko'pinchisi oq ko'ngil bo'lsa, ota-onamga kuyinsa, mijozi yaxshi bo'lsa degandek turli gaplarni qildi. Endi sizning kelgusi jo'ringizga nisbatan boshqacharoq talablaringizmi bormi? Mening bo'lsa bir xushchaqchaq, bir uyda bir. Birinchi shart xushchaqchaq, shundaqmi? Xushchaqchaq uyda bir chaqchaqlashib, bir yaxshi bo'lsa deb o'ylayman. Ana lekin xizmatni men surishtirib ketmayman. Xizmatga hech qanday talabangiz yo'q, shundaqmi? Men o'zimni kasb ko'z doktori bo'lgan ekan, lekin hozir doktorlik qildim. Gradus ko'zga tuqachilar bo'lgan ekan, bo'lsa men bir hav deb. O'zingiz ama taqvag'ini hozirgi mana modaga agishib taqgan ko'zoynakmi yoki sizningmi ko'zingizda azroq masala bormi? Gradus ko'zoynak. Jaza lekin o'xshamaydi. Jaza boshqa sal go'sharoq taqgandim. O'zgacharoq-da. O'zgacha. Ko'zoynak tuqqani ochgandan keyin albatta qizlarni ko'p kirib chiqib qoladi-ku. Hozir masalan ko'zoynak tuqqanlarning xaridorlari ko'p. Shu vaqtlarda fursat bo'lmadimi qizlar bilan o'zaro ko'rishadigan, tanishadigan degandek. Fursat bo'ldi hamda ular vishonlar qo'shishimiz hamda hurmatsizlik ularniki deb hamda sal uyildik adam demoqchi olmaydi hamda. Shu o'zingiz bak o'yilib ketgach mijoz ochiq yura qizingizda aytgansizda. Xushchaqchaq bir uyda bir bunda bir. Qo'shindaq bo'lsa, mush qizlarning asosan mijozi ochiq. O'zaro paranglashsanglar bo'ldi. Agar siz xohlasangiz avval savolni siz qo'yamsiz yoki qizlar sizlar Yusufdan savol so'ramsizlar? Xo'sh, qani Aliya. Yaxshimi? Yaxshimi, yaxshimizmi? Siz turmushingizda hozirgacha bo'lgan vaqtda qanday qizlarni uchirtib baqdingiz?
Bana hem de sel micaz sel bir aramçılık kızlar hem de özleri yaxşı hem de şuna yaxşı sel micaz çıkışamıgan neymişler bilen şu yaxşı olmagan diyen aşağı sen bulam ki hem de. Bo'ldi ekan. Aylık kirmini so'rab boqaychi. Ha. Aylık kirmini. 8 mingdan 20 ming atrofida qo'yam bo'lsangiz boshda bo'lishi mumkin degandekchi. Muqim lekin. 8 mingdan 20 ming degan gap bak tuvan kirim emas-a. Lekin jafoliqmi xizmatingiz? Masalan, 8 mingdan 20 ming oldi degan gap muqim hukumat xizmatida ishlayotganlarga nisbatan masalan farqi bormi? Shanba yakshanba dam olishingiz to'liqmi? Hayit bayram dam olishingiz to'liqmi? Va yoki ismini qo'shib ishlaydigan ishlaringiz bormi? Ya onda ishlar yo'q. Mening ishim shunday rahat. Ko'zoynak tuqqaningiz adam alamda yaxshi ekan. Xizmat izlab kelganlarga uchirib bersak bo'g'dak. Bo'ldi. Bizning asos qansoq xaridorlar bor emasmi? Har millat xaridorlar bor ekanda. Asos men bir milliy Asalliq aholi millatdan birsiz bor. ishlaydiganlar nisi qansoqlar asos. Har millat birga ishlayotgansizlar, har millat xaridorlar bor ekan demak bir ko'ngillik muhit ekan. Xo'sh qizlar savollaringizni davomlashtirsanglar bo'ldi, Fayza. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizdan so'rab boqsam, abim chiqqanda Mayradan familiyangiz Hamidov dedimi? Millatingiz menimcha Uyg'urmi yo? Albatta, o'g'lim amdilik boshqa millatlarda familiya qatida emas. Masalan, bizning mening Fayza Ahmedov. Of bo'lgandan keyin men Fayza Tatar. Men Tatar. Shunga men kimni ya O'zbek ya Tatar ya boshqa millatmi deb shuni so'rashim. Ha, mening dadam Tatar, opam Uyg'ur. Ha, shu bir yer bor. Sen familiya qo'llamsizlar deb-da? Familiya qo'llamsiz. Onunki yana bir savolim. Aha. Abim siz qizlar bilan chiqishamidi, mijozimiz kelishmidi dedingiz-ku. Siz o'zingizning mijozi qanday qizlarni keladi deb o'ylaysiz? Mana bir xushchaqchaq, masalan kelganda bir chaqchaq ko'tarib, uylarimda bir güzellikler kapaklarını turib olgan, bir batnab olgan. O'zingizning mijozi qanday qildi? Siz ochiq yo'riq kiramsiz? Men xushchaqchaq ochiq yo'riq kirman. O'qizmi ochiq yo'riq bo'lsa deb o'ylamsiz? Ha, bir uylar chaqchaqlashib, bir ko'ngilli bo'lsa deb o'ylayman. Sizcha ishga ochiq yo'riq bir yakas qanday bo'lar? Bo'ladi, bo'lmayga ish yo'q. Endi siz Irshad ukam hayvon bek baqqanmi? Hayvon? Ha, nima baqsiz? Pit bek baqqan, kaptar bek baqqan, to'qi bek baqqan, degan mushuk bek baqqan. Amroqmaydi hayvon. Amroq. Qush bek baqqan, qush. Kaptar baqqan o qushdan. Yo'q, men anaqa sayraydigan qushlarni-chi. Ya, ondan as bek baqqandim. Qushlar, masalan siz qushqash bek baqqan bo'lsangiz, bu qushlarning sayraydigan vaqti bor. Sayrmaydigan vaqti bor. Qanday vaqtda qushlar sayraydi desangiz, bir xil oftobni, lavaning uchuq bo'lsa-chi, ana qusqtoq bo'lsa. Bu sayraydi bu qushqashlar-chi. Men Aliman o'zim ko'rganman. Men qushlarni qafasga qo'yib beqishni yaxshi ko'rmayman. U shunda. Ammo qushlar shuni yaxshi ko'rdi. Siz yaxshi ko'rmayman bilanchi, ba'zi qushlarni qo'yibetsangizmi, Ayşəyə bexatarlik duyğusu tapamay qelish mumkin. Endi biz qushlarni beqish uchun cho'qim qafas isitamiz. Huzurlanish uchun osmon qaraymiz. Ammo beqish bo'lgandan keyin cho'qim hamda qafasga kirishga, u qafasmi nachar narsa emas, bizmi uyda yashaymiz. Endi bu yerda siz bekchiq ta'kidladingiz xushchaqchaq deb-chi. Bu gap bakachilar ikki bo'g'imliq chiqqanmaydi. Xushchaqchaq. Xush chaqchaq. Demak, bu yerda chaqchaqning oldida cho'qim xush deydigan bir narsa bor. Odamning kayfiyati yaxshi bo'lsa, hamma odam sayraydi. To'g'ri. Hamma odam xush chaqchaq. Xushalsiz odamning chaqchaqligini ko'rmaysiz, chaqchaqni ko'tarolmaydi, chaqchaqni tetimaydi. To'g'ri, deyman. Shunga biz shu mayli jo'ringiz yoki kelgusi oilangizni xush chaqchaq bo'lsin desangiz, xuddi qushlarga o'xshab, siz optop bo'lmoqingiz lozim. Cho'qim ishda bo'ldi. Anadagi nima esa siz o'ylagan shundoq bir xil siz bir romantik bir oilani tasavvur qilibsizmi? Menimcha hozirgi mijozingiz, hozirgi niyatingizda menimcha buni cho'qim o'zi chiqara olasiz deb qarayman. To'g'ri. Rahmat. Rahmat Ali Malim. Bayatdan siz mening esimni qilishda men ko'z doktori edim. Undan voz kechib ko'zoynak do'konida ishlayapman dedingiz. Menimcha ko'z doktorlik kasbi xeyli yaxshi kasb deb o'ylayman. Shuningdan voz kechib ko'zoynak do'konida ishlashingiz biroz sabablar bormi? Ko'zoynak do'kon undan murat, undan yaxshi. Masalan, 8 mingdan 20 minggacha maoshni undaq rohat oladigan ish bo'lsa, chiqadam ko'zoynak do'konida ishlashi mumkin. Joyingiz anaqa maxsus kinishkina maqtas nurg'on odamlarda
kasb tanlash ham muhim deb o'ylayman, bir kasb qilgan. Demak, o'zingiz rohat bo'lganligingiz uchun, xushal bo'lganligingiz uchun kasb almashtirdingiz, shundaqmi? Bu bir mushunga shu doktorxonaga kelishkidiri ham narsa ketadi. Endi bir real masalani so'ray. Sizning to'yga putishib, ilgari bir necha qizlar bilan yurib ayrilib ketdim dedingiz-ku. To'yga putishib, yenishib ketgan ahvolim bo'lganmi? Yo'q, unda ishlar bo'lib baxmadi degan. Demak, to'y qadimigacha baramadingiz, shundaqmi? To'yning gap chiqmay turib ayrilib ketgan ahvollar bor. Yo'q, endi oldida bir ketim bo'lgan, lekin bo'lib, endi shu qizlar tarafdan psixikasi yo'sa boshqa olmoqmidi, bir shunday yaxshi bo'lgan. Oxirida har xil yozib bir qiliqlarni chiqarib, bir qo'ylarni chiqarib degandek kelamdi. Shuni bir yenishgan ahvol bo'lgan. To'yning gap chiqib bo'lib yenishib ketgan ahvol bor, shundaqmi? Üzüklerim sep bo'lgan, üzüklerim sep bo'lib, oxirida qiz bolam mijozi menga yoqmay qoldi degandekchi. Mishada bundaq bir inchki masala chiqyapti. Fatihgulda qandaq ahvol ostida to'yliq qaytarildi. Chunki bu bir real masala. Nurg'ulg'an oilalarning shunaqa hikoyalarini anglaymiz. Masalan, to'yliqni opirib bo'lib to'ylar yenishib ketgan, to'yliq qaytarish masalasida o'zaro majrolar chiqqan degandek. Bu to'g'risida aniq belgilim bor. Ya'ni Oliy xalq sud mahkamasining o'ylanish qonunini tatbiqlashga oid adlilik izohat 2-sining 10-moddasida mundaq belgilangan. Tuvandagi ahvollarda to'yliq qaytariladi. Buning birinchisi ayol ikki taraf o'ylanish xati olmagan bo'lsa. Ikkinchi birisi o'ylanish xatini ep bo'lgan bilan birga bir uyda turmush kechirmagan bo'lsa. Bir kunmi? Uchinchi ahvolda hamda shu to'yliq bergan tarafning alohida qiyinchiligi bor. Alayda sebepler bo'lgan ahvol ostida to'yliq qaytariladi. Rahmat. Xo'sh, Qayrgulda. Yusuf, sizga men mushtaq bir bay dedingiz, siz 8000 koydan 20000 koygacha maaş alaman deyotgansiz. Masalan, sizning 20000 koy maaş olgan vaqtingiz meningkidan shunchalik yuqori ekanda. Shunchalik darajada. Shuningga bu o'tlagan qizlarning hammasining sizga turmushimizning bir yaxshi yo'linishi bor ekan, bir Paucan degende deyimiz var endi. Kapaltı bakken deb o'ylaydi. Turmushimizda bir kapaltı bakken degan asosda bu qizlarning sizga bo'lgan qiziqishi oshdi deb o'ylayman. Shuningga siz mushta qarab yiqinga o'zingiz bu sizda bir ortiqchilik bo'ldi degan gapdan bo'y turuqlaringiz har jihat sizda shunday ortiqchilik bakken, mushu 8 qiz hozir siz o'tirib turibsiz. Adam tunji holatda qaragan vaqtda har qanday bir narsani ko'rgan vaqtida o'z yaxshi ko'rgan narsa o'zining ko'ziga cheliqadi-ku. Bu sırtqı qiyafetinden, muşu kızlarının arasında özünüzden müştaq bir kızıqqan. Ma kızgı bir kızıqı baksam, düşünüp baksam degen bir kız barmı talap ekine? Hazır devitemde? Burun her qanday vaqtda desiniz buluyordu. Oldu. Ahırdırak demek çıkendikten qaraganda. Ma ikinci numaralı Aliya ma? Aliya ma? Aliya birinci özüne sual sorgan, sual soraplı qiziqtiryapti da. Ha, Aliya? Meni qaysi tarafdan yoqtirib qoldingiz? Qaysi jihat? Ijazim qarsam bir xil. Mərisi bir xasta göründəndə qandı. Rahmat. Lekin bundaq bir masala var bu yerda. Men Aliya uchunday, Aliya o'zi yakanda turdi, shunaqmi? Ham yakanga ketmoqchi. Demak, bundaq uchurlarni cho'qim bilish tegishli deb o'ylayman. Agar salobitini yoqtirdingiz, o'zi bilan tushunib baxmoqchi, yakanga berishni xohlamisiz? Xohlamayman. Ha, bo'ldi. Undaq bo'lsa biz yana o'zimizning paranlarni davomlashtiraylik. Abay, men Xayrguldamning gapidan keyin o'ylanib qoldim. 8000 dan 20000 gacha degan gap haqiqatan ba'zilarimiz bir necha oyda masalan xizmat qilibmi tepib bo'lmaymiz. Bu xeyli yuqori kirimda. Endi bu yerda men Yusufga qartib demoqchi emas. Meningcha mana shunday kirimi bor va yoki yo'q bolalarni misol olaylik. Agar mush sahnaga chiqib Patugulada o'zining kirimini xato ma'lum qilib, biroq qiz kirim sababli shu yigitga qiziqib ham mijozim kelishib qilib, maydondan ayrilgandan keyin keyingi vaqtlarda aldanganligini his qilib qolsa, bu aldamchilikqa yotamdi yotmam. Bu shunday ahvol yuz bersa, bu endi aldamchilik jinoyatiga to'shmaydi. Ammo axloqqa to'g'ri kelmaydi. Axloqqa xilof bo'ladi. Axloq masalasida bu shunday. Axloq masalasi bu. Demek, muşun huquqlarını çoxum bililiş gerek. Hem de özünün kanunlu hukuk menfaatini qoğdayımız deyirken, bundaq vaqtda mesela aldamçılıqqa yatmaydigan, özünün köngli yerim bo'lib qoldigan, dili chigilib qolgan ishning oldini olish uchun çoxum qizlar özünglarning menfaatini qo'g'dagan asosda özünglar bilishga tegishli savollarni ko'proq so'rasanglar bo'ldi. Albatta, Yusufmu shundaq chamini aytish yaxshi javob beryapti-ku. O'zaro bir-biringlarni tushunmagan taraflarni so'rasanglar bo'ldi. Qani, Arzu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Abay kirmangiz deb o'tdingiz. Men qarsam kayningizga mahal pul tashlagandek tursiz. Masalan, to'y murosimi qilamiz-ku endi.
Toy murasimini hashamatlik qilma deb o'ylamsiz yo oddiy bo'lsin bo'lamdi deb o'ylamsiz? O'tiral bo'lsa bo'ldi deb o'ylayman men. Hashamat qilishdan. Masalan, to'y qilmay, cho'nglar chiloq qilaversa, biz naq maydonda bo'lmay sayohat qilaversak bo'lamdi. Zamonaviy to'y qilmoqchi demoqchi-da. Murosim o'tkazmay. Shunda maqsadingiz. Men urf-odatni hurmat qilaman. Bildi. Cho'qim dasturxon silib bir to'y choy beritishimiz kerak deb o'ylayotgansizda. Aynur. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz qo'yam mijozibek uchuq, xushchaqchaq qizlarni yaxshi ko'rman dedingiz. Endi meningcha alqi masalan uyning ichida shunday qizlar bilan to'y qildingizmi deyli, lekin qizlarning cho'qim har vaqt alqi mijozi uchuqni saqlab turishi mumkin emasda. Tasaddiqi masalan kayfiyati nachar bo'lib qolgan vaqtlarda ashtalqi mijozi tutilib qolgan ahvol ostida siz qanday qilasiz? Yaxshi qo'yma bir xil qo'shaloq deb qo'ysangiz bo'ldi-ku. Murakkab ish emas bu. Odam degan cho'qim kunni qo'sha olmaydi. Yaxshi, nima uchun shunday bo'lib qolganligini aniq surishtirmadan surishtirib ashdan qo'sha qilmayman. Qo'limdan kelishicha demakchi. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, Aliya. Yaxshimisiz Yusuf? Yaxshimisiz? Sizdan bir masalani so'rab boqim kelyapti. Mush xizmat jarayonida balkim bir o'ngsizliklarga uchraydi odam. Masalan, bugun xizmat jarayonida toza bir xaridor ishingiz tegib qo'ydi. Kayfiyatingiz shundan nol. Uyga borgandan keyin mush kayfiyatingizni uyga ib kiramsiz yoki uy mening bir iliq oilam bo'lgandan keyin ma kayfiyat bilan uyga kirmayman deb kayfiyatingizni tanishib bilamiz. Men balkim bir soat balkim kayfiyatim nachar bo'lishi mumkin ekan, unutib ketman bu ishlarni. Rahmat. O'ylashni xohlamayman. Rahmat. Masalan, siz hozir Aliyaning so'ragan savolini xeli jini bor deb o'ylayman. Uyda kim bilan tursiz? Hozir o'zimni uyini ijara beryaptim, opam bilan turman. Apangiz bilan. Uyda kimlar bor? Boshqa odam yo'q, dadam tugab ketdi. Apangiz ikkinglar bor shundaqmi? Undaq bo'lsa, ashta kayfiyatingiz nachar vaqtlarda opangiz his qilgan vaqtlar jiqmi? His qilmay o'tib ketgan vaqtlar jiqmi? Opamni nemishga xushal kayfiyatimni ko'rsatmayman, yomon kayfiyatimni ko'rsatmayman. Keyingi turmushingizni ham shunday qilishga tirishamsiz? Cho'qim ashta bo'ldi, oxirgacha ashta bo'ldi deb o'ylayman. Qizlar tanlashtirsanglar bo'ldi. Banu bizning bugungi programmamizning yangi soniga yangi qatnashgan mehmon qizlarimizdan biri. Qani Banu, ovozingizni anglab boqaylik. Yaxshimi, qanday qilasiz? Qanday yaxshimi? Men sizlarga shu qizlar bo'lgan axloq, boshqa jihatdagi o'lchamingizni bilib boqay degandim. Men cho'qim diqqat qilaman. Cho'qim tegini surishtirman. O'tmishini surishtir qilamsiz? Ya, o'tmishini surishtirmayman. Lekin endi asos bir qiz bola ota-onani surishtirish kerak deb o'ylayman men asos. Ma yangi gap chiqdi-ya. Biz men programmani surat kelib hozirgacha men ota-onasini surishtir qilma degan yigitning tunchisi Yusuf qo'dayman-a. Xayrgulda siz qanday qardingiz? Chunki bizning konularda urf-odatimizda qiz og'icha eng avval uning onasini ol degan gap bor. Chunki shu ona shu bolaga birinchi qadamlik o'qituvchi bo'ladi emasmi? Men nurg'un narsani o'ylagan vaqtimda, mush oiladagi ishlarni qaragan vaqtida o'zimizning mangan har bir qadami o bolalarning birinchi o'qituvchisi biz bo'ldik ekanmiz. Bolalar bizning mangan qadamimizga qarab shu holatda hammani kiyib chiqar ekan. Dadiga qaraganda onaga bo'lgan talab yuqoroq bo'ldi ekanda, chunki ona bo'lgan vaqt bek uzun bo'lgan ekan. Shuningga bu surishtirish cho'qim to'g'ri deb o'ylaysiz. To'g'ri deb o'ylaymiz. Nurg'un masalan bizning oilada deb aytsak, men to'y qilib bir tunji qetdim. Yo'ldoshimdan xapib opamning uyiga berib, opamga deyolmagan. Lekin opamning uyidan ketmay o'tirib olganda, shu kun shu yerga qo'nib qolishni o'ylagan. Desam, opam meni qo'pirib aytgan. Qo'pirmang. Keting uyingizga. Men sizni to'yingizni qilib bo'lgan, uyingiz bor. Uyi odam, mening uyimga kelib qonsiz bo'lmaydi. O'zingizning uyda qonsiz deb meni ashta uydan chiqarib aytgan opam. Moda emas, puxta. Lekin meni ashta chiqarib aytgan. Men shu uyga bormasam bo'lmaydi. Yani uyga qaytib, men o'zimning uyiga. Shu uyda har qanday masala bo'lsa, uyning ichida hal qilishni shu opamning meni majburlab ashtaga tenib berishidan his qilganda, shuning ota-onasi bo'lsa, ota-ona isil bo'lsa, odamning shunday narsaga bek zo'rlaydi ekan. Xo'sh, qizlar ichida agar keyingi jo'risini tanlash mushtaq fursati bo'lsa, ota-onasini surishtir qilganlar qanchalik? Fayza, Aliya, hammanglar bor, shunaqmi? Mafchunlar yo'qmi? Ota-ona ancha muhim emas deb qarayotgansizlarda. 8 nafar qizdan 5 nafar qiz men kelgusi jo'ramning ota-onasini cho'qim surishtir qilmay qanday odam ekanligini degan ifodani bildirdi. 3 qiz bo'lsa, ishqisi yo'q, yigit yaxshi bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydiganlar qatoridan ekan deb o'yladim. Ramila, siz nima sababdan ota-onasini surishtir qilganligingiz haqida to'xtalib boqamsiz?
Çünki men o'ylayman, ota-onasi qanday bo'lsa, bolasi ashta bo'ldi. Ota-onasi qanday yo'lda borgan bo'lsa, bolasi shu yo'lni tutmoqdi. Shunga ota-onasi yaxshi bo'lsa, bolasım yaxshi yo'l deb o'ylayman. Chunki irsiyat masalasimi bor emas, hammamiz irsiyat bo'yishmagandan keyin ota-onasi qanday bo'lsa, bolasimi shu ishni irsiyat qilmoqdi ekan asosli. Rahmat Ramila. Ali ma'lum bu 100% shunday bo'lamda. Bu irsiyat bilan pek çok münasebeti yok ama endi adam ma'lum bir oila cho'ng bo'lgandan keyin bu har qanday bir bala ning daftariga mingistiga tunji xaritiga anasından dadası tutkan mamısı, dadasından anası tutkan mamısı sınıp geldi. Endi bu bala eğer bu bada hakiki arayal turmuş doğrusida hakiki bir narsa bilmesela, öğrenmesela, o 100% anasından dadasının turmuşunu bivas köpeytip çıkıdı. Şu bu yerde bu balının kiyin şu anası dadası tutkan ailenin köpeytmesi bu balının kiyin bir sağlam arayallıqni bilish bilmaslik bilan bog'liq hisoblanib qolgan gap. Shun ba'zilar uningdan u saydan qutlalaydi, ba'zilar to'g'ri bilmagandikin o'ziga pishiq bo'lgan, o'ziga tunish bo'lgan xatoni to'g'ri deb davomlashtiradigan gap. Rahmat Ali ma'lum. Xo'sh, endi Yusufga navbat beraylik. Yusuf bayatın Aliyaning yakan ketadiganini anglabla, men yakanga boramayman deb gapni uzdi-ku. Endi qolgan qizlardan savol so'rab baqsangiz bo'ladi. Faiza, siz belki turmuş tutkan adamın qanday bo'lishini o'ylaysiz? O'zingizning bir yo'ldoshingiz bo'lgan adamning masalanga. Men turmush tutgan qarshi tarafdan hamdi birinchidan mas'uliyat tuyg'usi bor. Turmushga ko'yinadigan, munda aytganda bexatarlik tuyg'usi bera oladigan bolalar bo'lsa deb o'ylayman. To'g'ri. Sizce Yusuf sizga bexatarlik tuyg'usi bera olamdi ekan? Yusuf bo'ldi. Meningcha Yusuf menga bekerak mamiylik ochiq yo'riq emas, bu paranglashadigan do'st tipida bo'lsa bo'ladi ekan deb o'yladim. Rahmat sizga. Shunga chiroq o'chirib etdim. Kechiring. Rahmat. Bu tarafdan qarasak, Arzumu chiroqni o'chirib yetib qoldimi, ha? Arzuning nima sababdan chiroq o'chirib etganligini bilib baqsaq bo'lamdi yo bilganingiz yo'qmi? Bilgan bo'yicha nima sababdan chiroqni o'chirasiz? Abay to'y masalasini deb aytdi-ku. Shu menchi bo'lsa to'y murosimining bek zaruriyati yo'q deb o'ylayman. Şu keyin naq vaqt kelgan vaqtda mush to'g'riliq ziddiyat olib qilishdan saqlanish uchun o'chirib etdim. Fikringizni hurmat qilamiz. Bo'ldi, sizning o'ylaringiz rahmat. Xo'sh, Yusuf davomlashtirsangiz bo'ldi. Bu tarafdagi qizlardan faqat savol so'rab baqmadingiz, men qarasam. Sormasam bo'lamdi. Bo'ldi, so'ramasangiz. Lekin hozir sizmi chiroq o'chirib etdingiz, a? Sizning qarshingizmi Arzu bilan o'xshashmidi? To'y murosimi o'tkazmay bir sayohatga chiqaymikin desam, bu bola chiqqisi yo'q-ku deb o'chirib etdingizmi? Boshqa sabab bormi? Alayda boshqa sababim yo'q endi. O'chirib qoldim, kechirsiz. Rahmat. Bo'ldi. Bizning alchi programmamizda biz boshdan oxir deb kelyapmiz. Qizlarning erkinligi va o'g'illarning erkinligi va eng muhimi alchi programmasida faqat va faqat majburlash yo'q. Biz naq maydonda qizlarning o'g'illarni ko'ribla chiroq o'chirib yetishini to'g'ri tushunamiz. Birazab qaranglashib o'chirib yetishini to'g'ri tushunamiz. Albatta, o'g'illarning o'zlari uchun chiroq saqlab qolgan qizni rad qilib maydondan ayrilishini albatta ruxsat qilamiz. Sağlam hayat, muhabbetli turmuşunuzga berginiz məxfi retsiplik baliyatqı azraş təqlikini əmraq qılın. Berginiz. Chiroq saqlab qolgan qizni rad qilib maydondan ayrilishini albatta ruxsat qilamiz. Men bu yerda yana Aliyadan so'rab baxmoqchi. Masalan, Yusufning bo'y turuqlari, chiroy shakli, iqtisodiy ahvoli, apsiga intayin bir yaxshi bola ekanligi, abay degan gaplardan hatto o'zining bir uyining borlig'i, u uyni ijaraga berib apsil bilan turayotganligicha aniq dedi. Mau talab bo'yicha bu xil yomon emas bir yigit-ku deyman. Hozirgi davrda yosh bolalarning ichida mau degan yaxshi bir sharoit. Masalan, shuning uchun siz cho'qim yakan ketib qolishingiz mumkinmi? Siz Yusuf uchun shunday yaxshi bolaning sizga yaxshi bir
qiziqishi bo'lgan vaqtda o'zingizning baxt uchun Urumchida qilishni o'ylashib baqqamsiz. Chiroqni o'chirmay turganingizga qarab men bu savolni so'rag'im kelib qoldi. Mencha o bak cho'ng masala emas, endi bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'rib, ko'yinib qilsak, men qilib qilishni xohlayman, lekin bayamdan beri bir qator paranlashib tushunib chiqdim endi astola. Ya'ni shu ba'zi bir taraflarimiz mos kelmagidek. Masalan, qanday taraflarimiz mos kelmay qoldi? Uni o'zim bilsam bo'ladi deb o'yladim. Mayli. Bo'ldi. Kechiron do'stib qolsak bo'ldi, men chiroq. Rahmat. Hozir, hoy, boya ochiq chiroqlarni o'chibdi-a. Qizlar asosan chiroqni o'chirib yetibdi. Endi Yusuf boyadan sahnaga shundoq umidvor chiqqanligi aniq-a. Balkim qizlarning chiroqni o'chirayotganini to'g'ri tushundingiz. Demak, muhabbat qandaqdir kirim chiqim bilan faqatla aloqasi yo'q. Muhabbat eng oldi bilan ikki tarafning mijozining kelishishi bilan utuqliq bir qadamni boshlashi mumkin. Shunga qizlarningki chiroq o'chirayotganligini meningcha siz to'g'ri tushundingiz. Oxirida sizning bir yurak so'zingizni anglab baqsaq bo'lamdi. Qizlarga rahmat, shunday xush bo'ldim. Baxtlar chiqsin. Rahmat, sizga baxt tilaymiz Yusuf. Undaq bo'lsa qizlar alqish bilan Yusufni uzdaylik, ya. Yusuf Hamidov, xayr xo'sh. Sahnaga men kelganimga intan xushal bo'ldim. Qatnashgan jarayonda his qildim, endi balkim to'g'ri tushunishda yo bo'lmasa tushunmaslik holat bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Kelarki sahnada balkim men ma'lum tushungan, muvaffaq bir odamlar chiqdi deb o'yladim. Shunga ülmüşsizlermeyim. Bugünkü sanımızda tuncu mehmanı uzattık. Ali malum bayatın Yusuf sahneге chiqiblar, men bak xushchaqchaq ochiq yo'ri qizlarni yaxshi ko'raman dedi. Sizce qanday xarakterdagi o'g'illar ko'pincha ahvollarda xushchaqchaq qizlarni yaxshi ko'raman deyalaydi? Endi erlarning ko'pinchisi mehmon ma'lum bir qizning qo'ldan yetilib apchib ketish emas. Bizning programmamizning maqsadi yoshlarga ko'ngillik uchrashish, sirdish fursati yaratib berish. Albatta, cho'nglarning hamrohligida o'zaro sirdishning yuqori pallasini yaratish, hayot hikmatlarini yeshib chiqish, hayotdagi tatlı diyaloglarni anglashdan iborat. Demak, birinchi mehmonning tushib ketgandan keyin biz shuni his qildik. Amaliyotda nurg'un odam o'ylaydi, kirim manbasining yuqori bo'lishi bilan cho'qim ishlar o'ngishli bo'ladi deb o'ylaydi. Amaliyot undaq emas ekan. Muhabbatli qadam tunji qitimda kirimni nishon qilmaydi. Muhabbatli qadam tunji qitimda ko'ngilni o'zaro birlikka kelgan hissiyotni asos qilishi mumkin. Biz tuvandagi damlarda ko'pchilikning huzuriga bir naqsh sunaylik. Alma alsam bazadin qizilin alsam bazadin qizilini hallayman dilimga azar berme men mukunum halayman sen halini sormay ya kel desem olmay eseyteysen bir günü sen tanımay sen halını
qizlar, chiroyli naqshlarni anglab oldik. Endi ikkinchi mehmonni kutib olaylikmi? Uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik, qanday deysizlar? Qani, marhamat. Sevimli qizlar, chiroyli naqshlarni anglab oldik. Endi ikkinchi mehmonni kutib olaylikmi? Uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik, qanday deysizlar? Qani, marhamat. İsmim Mehmet Ali, boyum 29 yaş, boy egizligim 1,77 beden ağırlığım 65 kilogram. Mizaç karakterim bolsa uç kuyruq. Bu programmada kelishlik maqsadim bolsa, o'xshash bir azotga bir sizlar uçuşur. Endi yangi mehmonni kutib olaylik. Mehmet Ali, marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimi. Ustozlar, yaxshimisizlar? Mehmet Ali nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men avtomobil bezakchiligi. Mehmet Ali qarasak, Mehmet Ali pek semirib ketmagan olat ekan, ha? Qaraganda usullarni mo xil yaxshi o'ynaydigan, pat-pat harakat qilib, chiniqib turadigan o'xshamamsiz? Odatda ancha-muncha. Yurtingiz nereden? Yurtim Payzvat. Payzvatdanmi? Naqsh usulni yaxshi ko'ramsiz? Yoqtirma? O'zingiz ayta olamsiz? Yo'q, aytolmayman. Naqsh ayta olmaysiz. Usul o'ynay olamsiz? Usul o'ynay olmayman. Bir pada o'ynab berasiz. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, sizning odatda kelgusizga jo'ringizga qo'yadigan talabingiz qanday? Mening kelgusi hamda eng avval meni hurmat qilsa, eng avval meni hurmat qilsa. Ondan keyin ota-onamni hurmat qilsa, mening xizmatimni bo'lib, keyin farzandlik bo'lib qolsak, farzandni yaxshi tarbiyalab, uyda o'tiradigan qiz bo'lamda? Chunki mening xizmatimni yaxshi qilsa, balamni yaxshi baqsa degandan keyinla talabni ayt aniq-a, uyda o'tiradigan qiz bo'lish kerak ekanda. Undaq bo'lsa qizlar, o'z ixtiyorliginglar bilan so'rab baqsanglar bo'ldi. Qani, Aliya. Yaxshimisiz, Mehmet Ali? Yaxshimisiz. Sahnaga chiqqan turqingizmish bugungi kiyinishingizdan bir xil salopatni his qildim. O'g'illarning shu kiyinishga ahamiyat berganimi, o'zini ham o'zgini hurmat qilgani shunaqo. Yurtingiz Payzvatdan ekan, shunaqmi? To'g'ri. Payzvatning qo'g'indonlik degan bizga bir atlab ag'ishgandingizmi? Qo'g'in terib qo'yib kelgan pishirg'o deymiz qoldi. Bu chaqchaqa. Endi men so'ramoqchi bo'lganim, boya oldi bilan o'zimni hurmat qilsa, meni hurmat qilsa dedingiz. Hurmat degan o'zaro bo'ladi, shunaqmi? To'g'ri. Meni masalan siz aynak qarasangiz, aynak kulib qarasangiz, kulib qaraydi o aynakni ichidagi odam. Siz o'maysangiz, o'maydi. Undaqda siz tanlamoqchi shu odam, bo'lgan shu odamga, shu odamning oilasiga qarata men bunda jihatni hurmat qilishim kerak deb o'zingiz talab qo'yib baqdingizmi? Meni hurmat qilsa, men hurmat qilaman. Agar bilib bilmay kayfiyatining yaxshi bo'lmaganlik sababidan birashlikdan biri hurmat qilmay qolsa. Bu ishlar endi odatda bu ishlarni o'zimiz parangiz qila olamiz. Birisining tarafimizni qarta, endi ro'y kayfiyatini qarta gap qilsak, kayfiyat nachar bo'lib qolsa, gap qilmay, gapdan qolsak, biraygiz gapdan qolgan ish bo'lmaydi. Ilgari qizlar bilan aralashib o'tgan, yaxshi o'tgan tarixingiz bormi? Odatda yo'q. Yo'qmi? Asosan yo'q. Yo'q, men odatda bunday ishlarga qiziqib ketmayman. Vaqt chiqarib olmay qolsizda? To'g'ri, vaqt chiqarib olmayman. Endi do'konning ishlarida deb bilan shu ishlar bilan. Undaq bo'lsa, sizga o'xshash hozirgacha haqiqiy aralashdim degan ma'noda aralashib baxmagan bir yigitning dadillik bilan elchi programmamizga kelishdiki, qandaq bir kuch sizimshak olib keldi. Chunki menga bergan ta'sir hozir damal bek aktivchanligi kuchlik emas. Qandaq ahvol ostida mishak keldingiz? Cho'nglar majburladim ya elchiga berib qo'ygansiz. Cho'nglar majburlamada cho'nglarning yeshi birak berib qoldi. Endi cho'ng bularga yolg'iz dag'ilmaydi. Endi cho'nglarning ancha-muncha xizmatini qilmasakmi, ular qiyragan ularni chiqsalasak yaxshi bo'lmaydi. Endi ularning g'ada qilgan vaqti keldi, aramalga vaqti keldi. Endi ularning biz turib o'yin cho'dab uy boqmasa bo'lmaydi. Cho'nglar ma programma qatnashligingizni bilamdi. Uqmaydi. Sizcha uqsa, ular qanday ko'z qarashda bular? Odatda ular mening ishlarimga aralashib ketmaydi bek. Endi men o'zimning do'konimni ochtirib bo'lgan ekan, bu ishlar bilan bolamaqchan do'kon ochadi deb o'ylashim mumkin. Lekin ammo uydagilar mening birsilar aralasham dem, aralashmam dem. Endi uydagilar dedi birsini topib to'yon qilsam bo'ldi deb. Deglik ham gap, deglik olgan bilan endi mening uning vaqtim yo'q. Ham odatda hozir jamiyatimizmi bir qarab birsini topqilim bo'lmaydi-ki. Shu fursatning bo'lmaganligidan biz elchi programmasiga kelib ta'limni sinab qaydaysizda. Xo'sh, qizlarga bir qaraydi-a? Hozir ruxsat. Kimdan savol so'ragangiz bor? Men bir savol so'ray sendan avval ukammi? Bo'ldi. Sizningcha shu odam nima to'y qildi? Shu bir savolni bir deyishili. Nima to'y qildi?
Kallangdaki nima o'ylasangiz javob to'g'risi bersangiz yo'qchimi? Menda faqat hamma odamning Qilipi yo'q kallasida cho'qim bir javob bor. Ham shunga bundaq bir qiziqyapman. Men kallamda topolmadim. Nima ish to'y qilgan sababimchu? Adam ömür yalnız ötep biter, bəməydi. Çoğlarmı ülep gidiyor, kiçiklərmi, yaxşam biz ülep kese kişilər qalıdı. Bizimle tam ütüdüğün əmdi. Gördüm birini tapmasa qılmaydı. Nəvad ağırıb qalmayımız deməyimiz, əmdi biz ağırıb qalğan və kiçiklər qarab buluşu, ballarımız qarab buluşun natayın. Əmdi yenimizdeki özümüz yaxşı görən görümüz qarımıza. Demek bu şu hayatta hem de hayatını devamlaştırış için ülep kalmayın. Şunama çoğun bir adam gördüm birisi hem birbirinden aldığını haber edip yaş gerek deyse. Şunama şu tüpeyli toy kılımın. Qanoatlanarlik bo'ldi ma'lum. Şu özünün aşk göz karşısına oturup koygun doğru. Bunun kanaatları cevabı yok. Neymiş toy kıldı diye adam sebepni on adamda sorsa on xil cevap verdi. Bazılar şu hammadan toy qilgan şu toy qila deb bilan bunda javob berdi. Ba'zilar yaxshi ko'rib qolganlik uchun yaxshi ko'rib qolgan odamini mangu endi saqlab qolish uchun to'ydan iborat bir qiltaq orqali uni saqlab qolmoqchi bo'ldi. Ya'ni ba'zilar inim men to'y qilmasam inim yoki singlimni oldin to'sab qo'ydi ekanmi deb to'y qildiganlar bor. Turli sabablar bo'ldi. Endi bu yerda to'y qilishning gapi bo'lib ketyapti-ku. Lekin hamma odam to'y qilishga mos kelamdi. Masalan, bir qiz bilan bir o'g'ilni aytaylik. Har qanday qiz bilan o'g'il to'y qilishga mos kelamdi degan bir masala bor. Endi qonunda buning qanday belgilanmalar borligini men to'g'ri aniq uqmayman. Menimcha buningda Fatugildan bizga yaxshi maslahat bera oladi. Bu to'g'risida şu devletimiz öyleniş kanununun 7. maddesida aniq belgilim var. Tövendeki ahvalda to'y qilsa bo'lmaydi. Birisi bevosita 3 avlod qandoshlik qillar. Masalan, navri singlisi deganda. Shundaqla şu to'y qilsa bo'lmaydigan ulug' tuqqanlar. Qandoshlik tuqqanlar ishidagi kishilar. Ikkinchi birisi şu tibbiy panda to'y qilsa bo'lmaydi deb qaralib, şu to'y qilsa bo'lmaydi degan kasalga diagnoz qo'yilgan kishilar to'y qilsa bo'lmaydi. Bu to'g'risida qonunda aniq belgilim bor. Shu ikki xil tipdagi kishilar to'y qilishi ma'ni qilinadi. Demek to'y qilish aldib turgan qiz yigitlar cho'qim ilmiy nuqtadan qarab, to'yning oldidagi salomatlik tekshirishga alohida e'tibor berish kerak ekan. Mayli siz qiz bo'ling, o'g'il bo'ling, o'zingizning kelgusi avlodining sifatli bo'lishi uchun, ota-onalarning xotirjamligi uchun, eng muhimi muhabbatli turmushingizning mukammal bo'lishi uchun to'ydan burun salomatlik tekshirishga faqatla sal qaramang. Men shunday his qilib qoldimmi yo uqmadim Xayrgulda. Men Mamatilini belki bevosita his qildim. İlaqı gap qilish holatdan bevosita so'z yasamaydi ekan, ha? Chunki siz bir umr aktyorlik kasbi bilan shug'ullandingiz, ilaqı so'z yasagan odam bilan so'z yasamagan odamni farqlantira olasiz. Mamatili bak tuzgan. So'z yasamaydi ekan, ishida nima o'ylasa, shuni bak joptib o'tolmaydi dedi ekan. O'zining o'ylig'ini davatdi, lekin qarshi tarafni o'ylash baxmadi. Masalan, Mamatili mening hurmatimni qilsa degan bir savolni ota-onamga yaxshi qarsa, to'g'ri-ku? Uyda o'tasi mayli bolalarimni baqsa dedi. Lekin men sen uchun nima ish qilib birman? Men sening ota-onangga yaxshi qaramdim, men seni hurmatlandim degan bu savollarni siz o'zingizga qo'yib baqdingizmi? O'zimga qo'yib baqdim. Masalan, Endi men o'ylasam, odatda bir uyni solsak, uy mening bir o'rdan bo'ldi-ku. Bu o'rdandanki podshoyi men bo'lman. Kirsam xonish menga cho'qim salom qildi. U vaqtda u mening xonishim bo'lganligi uchun men uni hurmat qilaman. Shohim. Ya, unda deyish ketmaydi. Ha, unda qilmanglar. Odat sizin dersiz yoluşunuz gelsin geldiniz mi? Arzunuz mu, çarşınız mı yok mu? Akşam işlep ağansınız, kilon tamak ettim de biz sıklam. Deydi o. Hani şunu da demek için. Hem de Xayrgul adamның degan gapini ayt to'g'ri. Bu amaliyotda erlardagi o'rtaq psixik nimasi shaxsiyatchilikchu. Erlar har qanday vaqtda asosiyatdan o'zining ehtiyojini birinchi o'rin qo'yib oldi. Ayollar bilan erlarning farqi mishadi. Masalan, uyga kirsak bir illiqlik bo'lsa degan, shu oldingi qissalarda chiqayotgan bolalarning hammasida uyimda bir xushchaqcha illiq chiroy bo'lsa ekan degan gap bo'lib qoldi. Shu qag'iliq, yakan, poska, mush ariqlarga borsa, adam ko'sa kichik bolalar kelib mendan "Ama Xayrgul opa" deb bundoq yuzini yiqib ko'rishdi-ku. Nima Uyg'ur xotindan shundaq deydi, "Aman" deydi. Eshikdan har qanday yerib kirgan vaqtida "Aman" degan oxirgi gapni "Voy suyimligim, voy jinim" degan gapni qo'shmisimi? "Aman" degan gapni anglagandan keyin talada har qanday xapliq bo'lib kirgan odam
bir ulug' kichikchilik birga tikiludi deyman. Uyning tunji qadamdagi illiqligi shundoq bir kichikgina til bilanmi boshlanishi mumkin. Masalan, qisqarliq bo'lsin deb beray, ya, Mehmet Ali. Har yurtning demisimi Xayrguldan degandek o'xshamaydi. Shu hamang degan salom shakli demisimi shu Xotan, Qag'iliq taraflarni asos qilib turib, Yakan taraflarni asos qilib turib, hamang deb bu degani xuddi Qashqarning tijliqma deganiga o'xshaydi. Tushda opa va flavrimsa, mangman ishtimim so'y, undali gap bor deyman. Bu tapmamsa, nim yetti ivrasad. Ayol kishiningmi? Ayol erga deydi, ayolga deydi, ishqilib bu yerda uxlash yetish. Hopman so'y. Sellaydigan juma da. Nima qiyğanga erib ketsa taqa. Nima qiyğanga erib ketsiz? Endi Ariyaning o'xshamaydi-mi? Qashqar tarafniki cho'qim endi kichiklarni da cho'nglarga bag'cha, endi qaysi tarafni sizlar o'zlarim deydi. Endi men bilan qashqash paranglashib beqinglar, qizlar anglab baqsin. Qanday bo'ladi? Salomat bo'lma, salomat bo'lma, yetkilchilikmi? Salomat bo'lma. Qachon kellar? Keldi 5-6 kun bo'lib qoldi. Ha, uzun bo'libdi, ko'rishmagilar. Cho'ng'liga bir salom desizlar. Bo'ldi. Ma'qulamsiz, ma'qul, xo'sh. Qanday qizlar? Lekin bir narsaga diqqat qildinglarmi, ma'lumlar? Butun chiroq hozirgi saqlaqliq. Mana bir javob berib beqinglar. Qizlar Mehmet Alining qaysi tarafini yoqtirib chiroqni saqlab qoldinglar? Fayzat savol bor ekan. Qani. Yaxshimisiz? Abiyam siz dedingiz, menga mening gapimni anglaydigan qiz bola bo'lsa yaxshi dedingiz. Demakchi bo'lganingiz cho'qim xizmat qilmay, uyda bola boqadan ayol olamsiz yoki siz bilan ta xizmat qilib bo'lamdi? Endi u o'zining erkinligini buldi. Charchamayman deb qasdan xizmat qilmaysiz, uning talabi yo'q. Ishdan kirsangiz kaslar deydigan odam bo'lmasa qanaqa qilamiz? Ya u vaqt to'g'richimizda u xizmat qiladi. Telefonni deb qo'ysin bo'lamda, keldingizmi? Agar shunday sizning talaboningiz bo'yicha uyda o'tiradigan oila ayoli bo'lib qolsa, sizning hisob-kirimingiz yetishib kelamdi. Shukronlar. Keyin farzandli bo'lsanglarchi? Keldi. Rahmat, sog'lik deydi. Demak, oylik kirimim tamamen yetidi degan nuqtada bo'lmasa, men oilada o'tirgan qizlarni olsam bo'ladi deganman deyman. Lekin mushning qarta mening boshqa fikrim bor. Chunki har qanday bir oilada burungi muslim kitoblarda ko'rsakmi, agar yaxshi ayoldan birisi mush oilaga kirsa, 3 avlod ilgir surgul bo'ldi ekan. Nacharroq bir ayol kirib qolsa, 6 avlod kayniga chekin ketadi degan gap bor. Shuning uchun ayol kishi degan intayin muhim. Sizin hozirgidek uyda o'tirsin deganingiz qaraganda, bu ayol maktabda o'qimasimi, jamiyat bilimi orqali o'zini mukammallashtirib kerakdan. Mukammallashtirgan vaqtida sizning bolangiz uchun yaxshi ulgu bo'ladi. Adab, axloq, urf-odat qoidalaridan yaxshi chiqqan asosda kelgusi avlodingiz yaramli bo'ladi. Shuningga eng yaxshisi ayollarning jamiyatga bir kichik o'rnini bersangiz, bu siz uchun texmo mukammal bir oila qurishingizga yordam bo'lamdiki degan fikrim bor. Rahmat Xayrgulda. Bo'ldi. Qizlar, savollaringlar bo'lsa davomlashtirsanglar bo'ldi. Mush tarafdagi 4 qiz hammanglar chiroqni saqlab qoldinglar. Fayza o'chiribdi. Aliyami o'chiribdi. Ramilami o'chiribdi. 5 qiz hozir chiroq saqlab qoldinglar. 5 qizningki ko'ngil so'zini anglab baqayli, ya. Arzu. Yaxshimisiz? Masalan, to'y murosini o'tkazmay she'rni aytib qilsak qilamdi. Ziddiyat bo'lib qolsa orangizda, siz ichimlikini deb o'tirib oldigan tipmi yo galash-gulashni bir taraf qilayotibsiz? Galash-gulash degan gapni to'xtab o'ylanibdan, ha? Harakatlikmi yoki harakatlik bir taraf qilayotibsiz? Ya jimlam o'tirib olib ichimlikini deb odamni texmi teriktirib qilamiz. Ashtaq mijozmi? Men ichimlikini top deyishni men yoqtirmayman. Biz galash-gulash men odatda bunda qarab qo'ymay bo'ldi. Odat odam urishim bo'lmaydi-ku. Siz qarab beqing Arzu hozir ochig'ini keltirganlarda. Qarab beqing, qana qaraysiz? Qarab beqing. Qopoq turib qaraymiz. Qarab beqing. Arzu qo'rqib qarab beqing. Bo'ldi. Qarg'ilmaydi. Aslan. Rahmat. Aslan, men ma'lumlardan so'rab baqsam, turmushda iliqi ziddiyat bo'lib qolsa, ayol o'tirsida. O'yliqi jim o'tirib bir taraf qilganlar, bakrak uzoq uy tutamdi yoki shu boshqacha silvitib uy tutganlar uzoq tutamdi. Shundan Xatigildan bir javob berib baqsa, mush galash-gulashning oqibati taz yaxshi emas-ku deyman. Buningda hamda oil bo'lgankan, oilda undaq ko'ngilsizliklar, qaydab qilishlar bo'ladi. Meningcha bo'lganda buni har ikki taraf so'g'aqqonlik bilan ilmiy usulda
hal qilgan yaxshi. Endi urushda hal qilsa, bakrak qattiq ursa, bu uçaqda ev taraf zaxlantirish jinoyatini boshqalarni zaxlantirish shakllantirib qo'ydi. Jinoyat javobgarlik qilinib qoladi. Masalan, ayol taraf bo'lgan odam er tarafning bakrak ko'nglida og'ritqida qattiq gaplarni qilib etib, bakrak og'izni buzib salsa, er tarafningki ko'nglida qilib qilib, buningdagi davomli o'tish imkoniyati qo'ldan chiqarib qo'ydi. Shuning uchun ilmiy usulda bir-biriga yo'l qo'ygan asosda buni bek keyinga survatmay, azroq har ikki tarafdan ochig'i azroq yongandan keyin chiroyli o'tirib paranglashib, mush masalani hal qilsa, o'zininki inoq oilasi saqlanib qoladi deb qarayman. Bizning ko'z qarshimizda ota-onamiz biz degan vaqtda, "Voy, men bunda qo'pollik qilib qoldi yoki men qo'l tegizib qoldi" deb bizning davrimizda biz ota-onamizga desak, "Siz nima degan? Qizvalning og'zi ishtik bo'lsa tayoq yeydi" deb bizning ota-onalarimiz shundoq tarbiyalaydi. Ras, lekin mening qo'yilgan talabim o'g'illarni ayollarni faqat urmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki ayol kishini qo'rqitadigan bir narsa o'g'illarning hayvisichu, o'zining hurmatini saqlashdagi bir narsa, hayvi bilan ayolini qayil qila olsalar, ayollarmi shu hayviga qarta, shu hayvidan qo'rqadigan holat shakllansa, bu oila bek mukammal oila bo'lib, yaxshi rivojlana oladi. Ayol kishining og'zi ishtik bo'ldi, tayoq yeb soldi, chunki qizlar. Ağzılarının imkansımız var deb vasvasasga qilishdan bek ehtiyot qilinglar. Har qanday vaqtda bir tinib elib, men ba'zida achchig'im kelib qolgan vaqtida o'zimning turmushida eng jiq sanaqsanagan vaqtim 120 sanaqni sanaytdim. Mush turg'un ba'zi ta'tirlik qilib menga shundoq ta'tirlik qilib turib, mening deganim rost deb birini desa, tanglashkim kasimi jimmi tuturib elib ichimda 1 2 3 deb utilgan o'rniga sanaq sanaytdim. O'ylab baqaman nurg'un vaqtlarda men bu sanaq bilan o'zimning achchig'ini besib olalig'im. Rahmat, Ali Ma'lum. Psixologiyada biz achchiqning kelmaslikka tarbiyalaymiz. Achchiqning kelmasligiga. Besib olish emas. Bunun amali bor ekanda? Bu ikkisi o'rtasida osmon zimin farq bor. Achchiq kek qolganda chu deganda buni besish kerakmi, chiqish kerakmi deganda bizning tavsiya qilganimiz tibbiy nuqtadan, psixik nuqtadan va sog'lomlik nuqtasidan chiqarishni tashabbus qilamiz. Ammo bu chiqarishning usuli bor. Bu yerda qandaqdir jismoniy jihatdan kuchli bo'lganlik uchun ayolni urish bu bir erning eng ojiz tipdagi erlar qiladigan ish bu. Eng ojiz tipdagi erlar ayolni urdi. Bo'libmi, uning tashqi dunyoda kuchining ojizligidan u uydagi yüzdümü aciz adam orqali o'zining kuchlilik tuyg'usini qabul qildi degan. Tashqi dunyoda o'zining kuchini topa olgan fit qozongan erlarning har qanday oilada opsiga yoki ayoliga xud kichik valdek shundaq bir xil bo'ysunish xarakteri bo'ldi. Chunki u o'zining kuchliligini isbotlashning hojati yo'q. Chunki u o'zi kuchli. Menimcha shu qo'l ishlatishmay, galach bo'lishni ishlatishmay, galash bo'lishni ishlatib, ancha-muncha urushib so'qishab qo'yish. Menimcha er ayollarning turmushdagi bir xil zerikishlikka, bir achchiq suv lasagandek güzelleş. Pek yaxshi so'zlab berdingiz, deymizmi? Haqiqiy nocha erlar demak xotin urmaydi. Xo'sh, Patugulda qonun nuqtasini aytganda, agar atalmish ashundaq o'zining erkakligini ayolni urish orqali chiqarayotgan erlar oila majrosi shakllantirsa, ayol kishi uni arz qilsa, eng ig'ir bo'lganda bu dashqal erga qanday jazo beriladi? Devletimizdeki öyleniş kanunu var, onundan başka aile zo'ravonlig'iga qarshi turish qonuni bor. Mo'shuningda aniq belgilama chiqarilgan. Endi bu yerda evlarning ayollarga aile zo'ravonlik qilishi cheklanadi. Agar qilmishi ig'ir bo'lib, jinoyat shakllandiysa, jinoiy javobgarlik so'rash qilinadi. Bakrak ig'ir bo'lib ketsa, jinoiy javobgarlik darajasiga boradi ekanda. Endi shu ev tarafdan qilmishidan jinoyat shakllanadigan shartlar hozirlanib, jinoyat shakllansa, jinoiy javobgarligi cho'qim surish qilinadi. Rahmat Patugulda. Mehmet ile shundoq ko'ngillik paranglashayapmiz deb o'yladim, chunki biz bir tarafdan siz bilan paranglashqach, bir tarafdan udul kelgan temalarni ma'lumlardan so'rasak, menimcha siz nurg'un nuqtalarda savatlarni bila olaysiz. Muhimi qizlarmi nurg'un nuqtalarda savatlarni bila olaydi. Eng muhimi bizga tikilib turgan ekran oldida ko'rurman do'stlarmi, o'zi so'rg'isi bor, lekin so'rayolmayotgan savollarni biz orqali biz so'rab bersak bilib olaydi. Qarang, yanala qizlar siz uchun chiroq saqlab qopti, ya'ni 3 qiz. Siz sahnaga chiqqandan boshlab izchil qizlar savoliga javob beryapsiz. Endi fursatni sizga beraylik. Siz Aliya, Aynur, Arzu, 3 nafar qizdan savol so'rasangiz bo'ldi. Qayoqdan kelsiz? O'ng tarafdanmi, so'l tarafdanmi?
Qayaqdan kelsam bo'ladi. Bo'ldi, boshlang. Shkalashko'dish degan qizni bir so'rab baqay dedingiz, ha? Ha. Endi sizning shu to'yga bo'lgan taklifingizni bir anglab qo'yay. To'yga bo'lgan taklifingiz? Masalan, keyin to'y qilib qolsangiz demakchi. To'y qilib qolsangiz qanday bo'lishni o'ylangiz demakchi. To'ydan keyin qanday ayol bo'lasiz demakchimi? To'y murosimi o'tkazamda, o'tkazmamda demakchi. Chunki bayatdan arzu degan vaqtda mush to'y murosim o'tkazmay to'y qildigan ayol sayohatga chiqib sayohat shakli bilan to'y qildigan shaklni o'tirib qo'ydi-chu. Siz qaysisini so'ramoqchi? Endi sayohatga chiqmaydi, shu to'y o'tkazib. Masalan, men pek muqim demadim, lekin to'ydan keyin bo'z cho'nglar bilan tumsa. Ayrim tursa. Andikin farzandni planliq shu to'ydan keyin mancha yildan keyin deb bo'lsa deb o'ylayman. Anandan keyin boshqa cho'ng talpinmi yo'q? Sizning-chi? Men o'ylayman shu planliq farzandlik ko'rib, endi yaxshi bilan tarbiyalasam deb. Masalan, mening deganim mancha yildan keyin, masalan, cho'qim sizning o'zingizning nomida uyingiz bo'lgandan keyin, muqim kirim bo'lgandan keyin, anandan keyin farzandlik bo'lsa deb o'ylayman. Shuni. Masalan, siz to'ydan keyin 1 yildan keyin deb o'ylayapsiz, tushundingiz, shunami? Bu qiz deydi, endi mundaq bir sharoit tug'ilgan, endi balalayli deb mundaq qiliq maqsadlik. To'ydan keyin 2 yildan keyin bo'ladi, 3 yildan keyin bo'ladi deb shart bilan demakchi. Shu balani mukammal deb sharoitda hozir bo'lgandan keyin, andan keyin. Ha, demakchi. Qanday qaraysiz? Masalan, to'y qilib cho'qim birinchi taraf cho'nglar oldirtish mumkin. Voy, navr ko'sak bo'ladi deb. Lekin arzuni degani to'y qilib cho'qim 1 yil, 2 yildan keyin emas, o'zaro maslahatlashib, yo 3 yildan keyin, yo 4 yildan keyin demakchi. Gap bo'lib ketadi jamiyatda. Ya, gap bo'lib ketmaydi, u o'zimizning ko'z qarashda u. Ha. Endi to'y qilib uzunaz 3 yildan keyin balla qo'ysaqmi? 3 yildan keyinmi? Voy, ideyasi ochiq ekan-a? Mush savollarga mening mush yosh bolalarning hammasi mushtaq ideyalar bor ekandinglar. Ha, masalan, uy bo'lsa, bolalarimizni boqadak muhit bo'lsa deb bundaq narsalarni davatidi. Bundaq nurg'unlik odam to'y qilmasa bo'ldi deb vaqt o'taverdi, yosh cho'ng'ayaverdi. Bizlar masalan to'y qilgan vaqtimizda shu to'y qilgan uyimizmi yo'qdi. Bir tal yotoqni uy qilib tutib bergan bizga. Biz şu etişki balını tuğup çoğun qıgan mesela men artıdığan nerse. Şununla şu birlik hazır balalardaki nurgun nerse şaraitini dep, şarait yok dep, özlerini inkar kılıp, özlerini artıqçılıkını his kılamaktan hatalıkla bekçik. Şun türgün bulun. Her qanday vaqt sizin bayının yaqı ideyiniz, yönlüşünüz şundaq toğru boldu. Şu qızlardan qaysını yaxşı koygan bolsanız, men sizni yaxşı görmän. Siz bilen şundaq bir paranlaşqan ba. Çünkü qiyinchilik bolsa ortaq hal qilamiz. Eng avval ikimizning mijozi kelishmamdi. Mushu jihatda o'zingiz yaxshi ko'rgan qiz vallar bolsa, dadil bir yurish qilib beqinglar. Ma qizlar keyin qanday bo'lar savol belgisi bilan ishdan atmaydi. Faqat dadil turgun ba'zi qaramliq bo'lgan vaqtda uning natijasida xilbek savollar g'ijqilib ketmasangiz bo'ldi bu yerda. O'shada bir narsani o'ylanish to'g'ri keladi. Zodi sharoiti to'liq yaxshi bo'lganda bola paydo bo'lamdi yoki bola paydo bo'lsa sharoiti yaxshi bo'lamdi degan bir o'ylanish keladi. Bola boyliq amaliyotchi. Nurg'a odam sharoitimiz yaxshi bo'lganda bolamiz bo'ldi deydi, amaliyotda dal aksi. Balang bo'lsa darhol sharoitning o'zligidan yaxshilab qoldi. Buni yosh bolalar o'ylanish. Hozir his qilmaydi, ha? Hozir his qilmaydi, o'ylanish tegishli, ishonish tegishli. Men buni Qashqarlik bir suyimlik opamizning gapi bilan xulosalab beray. Qashqarda qiziqchiroq gap o'dilroq bir suyimlik opamiz bir chaqda bir hozirgi zamonaviy yoshlar bilan paranglashib qopti-da, paranglashgandan keyin bola olamiz, olmaymiz degan gapni chiqargandan keyin bu Qashqarlik opamiz shu naq maydon dildabdi. Qayslar bolam? Bola degani to'larni setib oldigan bishinmi, olamiz, olmaymiz deb bozordan oldigandek gap qildi ekansizlar. Bola degan berkat, bola qos olasizlar debdi ekan. Masalan, endi mush nuqtada xuloslasak, bola haqiqatan berkat. Endi buningda sizlarnikini xato demaymiz. Lekin mush nuqtada ideyaringlarni texim ochsanglar, davrga haqiqiy yuzlanalsanglar, meningcha bolami bek qo'rqinchli narsa emas. Lekin endi zamonaviy ideyada bo'lib, bola deganni farzandlik bo'lsa ham bo'ldi, bo'lmasa ham bo'ldi desanglar, u o'zinglarning erkinliginglar. Banu. Siz chiqqaningiz izchil sizga gap qilmayotgan bir qiz bor, u bo'lsin Banu.
Yaxşı bo'lgandan keyin Yaxshimisiz? sizdan bir savol so'rab qo'ysam, masalan, siz loyiqim deb tanlagan qizlarga qanday shartingiz bor, masalan, yoki mush Urumchi turamsiz yoki Qashqar Payzvatga ketamsiz yoki boshqa jihatdan boshqa shartingiz bormi? Odatda Urumchida turma. Uyim Mishada. Cho'nglarchi? Cho'nglar Mishada. Masalan, siz tanlagan qizningki ota-onasi bo'lmasa-chi, masalan. Ota-onasi qarta boshqa shartingiz bormi, yo'qmi? Ota-onasi masalan tugab ketib qolgan va yoki boshqa sabablardan yanada yo'q. Hech qisi yo'q ularga. Ota-onasi bo'lmasa, mening ota-onam bor. Tang ishlasak bo'ladi demakchi. Tang onam, dadam desak bo'ladi, shundaqmi? Aynur? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz Urumchida turmaydi dedingiz, a? Men sizga qiziqdim, sahnaga chiqqan shunchalik nima deb boshqacha menga bir xil bexatarlik to'yg'ishib berardingiz. Nima qilolmay qoldim, jiddiylashib qoldim sizni ko'rib. Işte salopatlik o'zingizmi? Birinchidan sizning meni bir qayil qilganingiz, shunchalik ishingizda nima bo'lsa, teshingizga shuni to'kdingiz, samimiy ta'sir berdi. Samimiy ta'sir berdingiz. Shuning uchun siz bilan tushunishib baqaydi. Siz oilada bolaning nechinchisi? Bolam eng cho'ngi. Eng cho'ngi. Sizlar necha? Bir singlim 2 inim bor, 6 jonmiz. Hammanglar Urumchida shundaqmi? Urumchida. Sizning masalan yoshingiz so'rasam bo'lamdi? Bo'ldi. Necha yosh? 29 yosh. 29 yosh. O'zingizni cho'ng bo'lib qolsiz navada. Masalan, qizlar sizni cho'ngroq bo'lib qolsiz. Bir 2 yosh cho'ng bo'lib qolsa mayli. Do'stlik ekansiz-a? Lekin boshqa vaqt gapim yo'q. O'zaro ma'lumotlar bilan paranglashdik. Qonun savodlaridan aztol o'zimiz bilmagan nuqtalardan topilganlarni maslahat so'rdik. Xayrguldan turmush tajribalariga asoslanib, ona yo'lida ko'pchilikning yaxshi maslahatlarni berdi. Ali ma'lum qiziqchiliklarni aralashtirib turib bizni shunday xushal qildi. Eng muhimi, yuragimizga yoqadigan so'zlar chiqdi. Mehmet Ali'mi o'ziningki xarakter mijoziga beqib qizlar bilan har holda yaxshi paranglashdi. Qizlarmi Mehmet Ali bilan yaxshi paranglashdi deb o'yladik. Hamda hozirgacha ikki chiroq siz uchun saqlaqliq. Biz ikki qizni sahnamizning o'tirig'iga taklif qilamiz, ham sizni ham taklif qilamiz. Agar xohlasangiz birining qo'lidan tutib sahnamizdan ayrilsangiz bo'ladi. Ko'zingiz yetsa. Agar yana xohlamasangiz ikki qizni sahna tanho qoldirib sahnamizdan ayrilsangiz ham bo'ladi. Yetsa. Agar yana xohlamasangiz ikki qizni sahna tanho qoldirib sahnamizdan ayrilsangiz ham bo'ladi. İkkilisdan voz kechdim. Kechiringlar. Bo'ladi. Bizning har sonliq programmamizda balkim bir yoki bir necha qizlar almashib turishi mumkin. Biz quruq qo'l qaytgan yigitlarimizning yana sahnamizga qayta qadam bosishini xohlaymiz. Sahna kutamiz sizni. Rahmat sizga. Xayr xo'sh. Men elchi programmamizga qatnashib boshda sal jiddiylashdім. Keyin ustozlar va qiz mehmonlar bilan fikr almashtirish orqali mendagi jiddiylik pasaydi. Oxirida o'zimning o'ylaganlaridek birlik kelmaslik sababidan voz kechishni tanladim. Keyin fursat bo'lsa qatnashib tirishaman. Qadrli ko'rman do'stlar,